Yo, hammalarga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Minecraftda haligi Xo'p, hammalarga assalomu alaykum do'stlar. Men sizlar bilan o'sha ekran qarshisida Abdullayev Minecrafter bo'laman. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda survival qilib, challenge bajarib, boshqa balobatlar bajarib o'tirmaymiz. Bugungi videoda kreativlikda har xil eksperimentlarni bajarib ko'ramiz. Bitta jo'na qoldi. Uzr, lekin aytilib qolmadim. Xo'p, birinchi eksperimentimiz nima bo'ladi? Birinchi eksperiment shuni qo'llaylikmi? Qaranglar. YouTube'da ko'rib qoldim. Ender portalni olamiz. Tezlik bilan harakat qilamiz. O'tamiz, keyin Venture'da o'tamiz. Men tepadami? Qalay. Shunaqa eksperiment bor ekan. Shu orqali chiqib ketish kerak. Chiqib ketish mumkin ekan. Qaranglar. Mana. Bilsizlar, Ender marvaridga bironta narsa misol otib qo'ysalaring, Ender marvarid ishlab ketadi-ku. Shunaqa bu birinchi eksperimentida. Endi ikkinchi eksperiment. Agar bu videoni Noch degan bola ko'rayotgan bo'lsa, bu video chopish emas, prosta eksperiment uchun qilib ko'ramiz. Xo'pmi? Yozib yuborish bo'lmasin. Keling, mana shuni olib tashlaylik, chunki kerak. Chopmaslik menda emas, prosta eksperiment sifatida. Xo'pmi? Adashmasam qayerda qoldi? Mana. Bo'pti, bir xil bo'lmasligi uchun kelinglar. Mana shuni alishtirib qo'yaylik, bo'lmasa kommentga negativ fikrlar boradi. Xo'p, mana qo'ziqorin. Xo'p, u brat bunday qildi. Mana bundoq. To. Har xil daraxtida. Keyin bunday, mana bunday. Baobabga alohida sizlarga hozir zo'rnisi ko'rsataman. 4 talik ekaylik. Bo'ldi. Jungle sapling, mana bu bo'ldi va mana bu. Uni sochiqroq qo'yaylik buni. Endi har bittasini ustiga bedrock qo'yamiz, mana. Hammasini ustiga bedrock. Nima mana qo'yilmayapti? Bo'ldi. Jo'rama. Mana bundoq har bittasini ustiga bedrock qo'yib chiqamiz. Bu chopish emas, ogohlantirib qo'yay. Mana bundoq qarab turinglar. Endi u oldi mana. Hammasini yo'qotamiz. Va oldi mana bu Bonwell. Hammasini ishlatdi. 1 2 3 o'smadi. 1 2 3 o'smadi. 1 2 3 o'smadi. Bunda ham o'smadi. Mana bunda ham o'smadi. Bunda ham o'smadi. Qoch, xalaqit beribsiz. Va mana uni mana nima o'smayapti bu? Hech narsa qilma odamni. Aynan qizilini olish kerakmikin? Yo, bir xil bo'lib qolar ekan, uzr olmalayki. Adashmasam qizilini olganda mana. Yoki versiya boshqaligi uchunmikin? Qarchi, unutinglar. Aytib qo'ya, hammasi sizni bo'ldi. Cho'tasiz qarg'agansizda, aytgansiz ichisida mana shu eksperiment o'xshamasin. Bo'pti, mana eksperiment qilamiz. O'xshamadi bu. Hammasi ana unutib bo'ldi. Xo'p, buni ustiga haligi ko'rsalaring, oaklok, akika degan pen, xolos qora o'rmon daraxti. Agar ishonchim komil bo'lsa, har bittasini ustiga mana bunday qilib qo'yib chiqsa, mana narsa o'sishi mumkin ekan. Ya'ni o'ziga juplab olishi mumkin. Yoki bittamikin? Ne o'xshamayapti? YouTube'da ko'rgandim.
bunday qilsa spam bo'lishi kerak edi. Yoki bittaligini nima qo'yish kerakmikan? Buni qo'yib, bunday qilib, yana o'xshab. Ya, bu eksperiment ham o'xshamadi. Men nima qilmoqchi edim aytaymi? Mana undaqa nima edi? Baobab daraxti yoki shunaqa, men shunaqa deyman. Xullas, qora daraxtlarni to'rtalab qo'yib turib, tepasiga luboy bittaligi oddiy daraxtlarni qo'ysa, yopishtirgan holatda o'sishi mumkin edi. Lekin biznikilar ma'lum bir sababga ko'ra o'smadi. Va keyingi eksperiment qilmaylik. Misol uchun bitta narsa quraylik. Buni olamiz. Keyin nima? Redstone olamiz. Bitta tugma olamiz. TNT olamiz. Suv olamiz. Keyin nima? Keyin yondirgalka olamiz. Qarab turinglar. Endi bunisi o'xshamasa bilmadim. 1 2 3 4 suvni qo'yish kerak mana bu yerga. Va buni orqasini berkitamiz mana bunday. Va mana shundoq. Mana bu yerga yarimtalik blok qo'yish kerak edi hozir. Yarimtalik blok. Mana luboy yarimtalik blok. Ishqilib men qilgandaqa qilsanglar bo'ldi. Mana bu yerga mana redstone'larni qo'yib chiqasizlar. Shuncha. Mana bu yerga tugma. Tugma nega? Bu bir martalik ishlaydi va o'chadi. Bitta TNTni qo'yamiz. Mana bu yerga ham TNTni qo'yamiz. Qarab turinglar, tezlik bilan harakat qilish kerak. Mana buni yoqamiz. 1-2 sondan keyin mana buni yoqamiz va ana bu nimaga kam tarafga o'chyapti? Bizga yoqmadi demay turinglar. To'xta, mana buni qo'y. Buni istagancha kuchaytirish mumkin. Men hozir почти 1 2 3 4 5 ta TNT bilan kuchaytiryapman. Yoqamiz. Cho'ta nimadir bo'ladi-da. Yo'q. Nima bo'ldi hozir? Ketdi. Voy, buni men uni yoqmabman. Shunchalik meni ham o'chirib yubordi. Uzr. Mana ko'rlaring 5 ta TNT gacha kuchaytirdim. Mana uni olamiz. Qotmay tur ekran va ketdi. Qaytib kelmaydi. Buni sal kuchsizlantirsa bo'ladi. Misol uchun 2 talik TNT qilib buni yo'q. 2-3 sondan keyin buni yo'q. Yo'li ketasan, isha. O'lmadi. Ana. Havoda portlaydi. Men buni nimalardir qilmoqchiman. Qanaqadir qo'shimchalar kiritmoqchiman. Nimalardir qilib, haligi o'zimdan yangilik yaratmoqchiman. Qilib ko'rsak bo'lmaydimi? Mana bu yerga misol uchun TNT qo'ysak. Mana bu yerga bunday qo'ysak. To'xta. Mana bu yerga qo'y. Va bitta TNTni, ya'ni 2 ta TNTni qo'y mana bu yerga. Yana men nima qilmoqchiman? Anomal o'libdi. What the kim ko'rdi? Suv maytda oqib turadi, lekin men makka suv qo'ymagan. U bechoramol o'libdi. Men uni ogohlantirdim. O'lib ketasan dedi. Xo'p, bunda tezlik bilan ishlash kerak. 1 ana ishlab ketib qoldi. Qanday? Xor bo'ldi, balo battar bo'ldi. Boshqatdan yop endi. Mana ishlab ketibdi. Mo'qaytdan keldi. Mana ichida yashaydi, ishsa yo'q. Shinchilarmi shunaqa yoki silverfish. To'xtanglar, aslida mana bunday qilish kerak edi. Keyin mana bu yerga qo'yish kerak edi. Voy, buni mana bunday bitta va 2 ta TNTni yoqamiz. Mana uni yo'q. Mana nimaga ishlamay qoldi? Yo'q, faqat portlab ketma. Faqat please, portlab ketmadik. Mana shunaqada bitta ham tanasi o'xshamay qolsa siqilishga to'g'ri keladi.
har doimgidek o'zimdan nimalardir qo'shaman deyman, lekin nimagadir nimalardir o'xshamay ketib qolyapti. Bo'ldi. Yo'q, buni buz. Bir, ikki. Endi bunisi o'xshash kerak. Mana. Bular yarimtali blokdan o'tib oladimi? O'xshaydi 100% mana. Ozgina sabr qilishni imkoni yo'qmi? Mana. Yoqamiz. O, ishladi. Mana uni tepasiga kelib qo'yib qo'ysak, bu tepaga emas, tepadan pastga surilib uchib ketadi. Jonga tegding, yo'qol. Oppo. Yo'qol. Xo'p, agar biz hozir mashina holatda pashti 3 ta ram qo'ysak nima bo'ladi? Mana bundoq. Yo'q, mana. Va nima bo'ladi hozir? Kibli. Misol bitamtasini uyini portlatish uchun bir qavatdan buzib chiqsak, bir qavat tepaga ko'tarsak, uyni misol uchun o'rtoqlaringni araminglar kelib qolsa, mana shu qurilmani yasab turib, u kondaligida yoki bo'lmaganda yo'q paytida shu qurilmani yasab uyni yo'q qilsanglar bo'ladi. Yo'q yorish shart bas. Mana. Va yaxshi, undan ham uzoqroqqa uchdi. Voy buni. Undan ham uzoqroqqa uchdi. Nargisi bitta makka tushdi. Keyin mana bu yerga, tushdi. Yaxshi, keyingi eksperimentga o'tamiz. Keyingi eksperimentimiz ham bundan qiziqroq. Eksperiment narsa quramiz. Nima quraylik? Men misol uchun bitta mexanizm yasasam. Menda ajoyib reja bor. Buni ikkita qayiq olamiz. Arqon tashmasa mana bu yerda bo'ladi. Buni ham olamiz. Arqon. Mana buni ham olamiz. Qor shartlas. Tuxumlar qani, tuxumlar? Pastda happy gas bo'ladi. Happy gas mana bunday qilamiz va adashmasam mana shuni nima farqi bor? Baribir ko'pgina qo'yapman. Flash. Ho'shini men bir-birini bog'ladimmi? Seriously bir-biriga bog'ladim. Va mana uni flash qilamiz. Attach. Va men o'ylagan narsa bo'lsin-da. Mana. Yaxshi. Brat, agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, men hali siz qilgan narsani qila oldim. Happy gasga arqon boylab, adashmasam, mana happy gasga ana ko'rishingiz mumkin. Happy gasga arqon boylab, mana bunday qilsa bo'ladi. Yangi versiyada shunaqa. Men hozir o'ynaganim 1.21.93 versiya. Mana. Ajoyib. Bitamda modni o'tkazib qo'ysa bo'lar ekan. Happy gasni o'zini o'tkazib qo'ysak nima bo'ladi? To'xta. Mashina oladi. To'xta. Basharing. To'xta. Ana bolachasini o'tkazib qo'ydim. What the? Voy. Bolachasini o'tkazib qo'ydim. Bash yoqimtoy bo'ladi, kim bilsa. Ketdi ana. Omadlarini bersin. Happy gaslar oilasi sayohatga chiqdi. Mana shu eksperiment o'xshamagancha topildi. Yoki bu brat yangi versiyasida bo'larmikin, agar ko'rib turgan bo'lsangiz. Notch. O'zi Notch deb tanishtirgan. Notch deb biladi. Yana nima? Misol uchun mana unga yangi plastinkalar qo'shilgan. Ya'ni lava chicken bir bola bo'ladi-yu.
Amos Adi. Qanaqa bo'lasiz tinka. Lekin nimagadir meni anonimda eshitilmaydi. Mana. Nega mana shu qo'shiq eshitilmadi? Yoki nasturkini to'g'rilash kerak ekan hozir 1 daqiqa. O'z ko'zlaring bilan ko'ringlar. Audio musik bilmadim. Men musiqa eshitganim, birinchi marta musiqa eshitganim 121 .5105 edi, agar adashmasam. Shu versiyada musiqalarda eshitganman. Juda ajoyib musiqalar bo'lgan. Hozir 41 ham bor menda, mana shu 93 ham bor, lekin nimagadir eshitilmayapti. Mana yangi versiyada qo'shilgan jigarrang bilan blue ko'k deganim. Mana shu tuxum qo'shilgan. Bundan tuxum chiqadi. Lekin nimagadir oq chiqadi. Yana nimalar qilaylik misol uchun? Mana ichidan nimagadir chiqish kerak purushkani. Mashina ichida haligi yo'qolgan nimalar chiqadi. Mashina tozalasa ichidan narsa chiqadi, lekin menda chiqmaydi. Nimaga? Yo'q. Bo'ldi. Qotdi. Mana buzi bo'lmas ekan. Qoyil. Yana nima misol uchun? Tatemni yangi versiyalarda bilsalaring, eski versiyalarda qo'lda ushlasalaring tatem ishlamaydi. Voy, gripam yomon qiynavordi. Misol uchun hozir galim olaylik mana. Brumbo galim. Buni hozir survivalga o'tkazamiz, galim qo'yamiz va biz buni uramiz. Bo'ling. Mana urmayapsan. Bo'ldi. Tatem tugadi. Biroq tatem bu tashlayapti. Tatem tugadi deganini tushunmas ekan. Bo'ldi, zo'r ekansiz. Kiradi-yu. Mana shunaqa qilsa bo'ladi. Haligi ko'pchilik chap qo'lga taqadi, misol uchun PvP qilayotganda ulgurmay qoladi. Shunaqa kompyuter versiyalarida zo'rda. Kompyuter o'ynayotgan paytda kompyuterda bilsalaring shu qo'lda ushlab olsa tamommi? Brat. Sizdan qo'rqmayman. 1 2 3 4. Urmayapti. To'xtatmadim. Yetadi. Va yaxshi. Jo'nayim baytdan, qoch. Nimaga o'tirib oldi? Yana nima qilaylik? Misol uchun kelaysizlar komandni blokdan buyum olishni o'rgataman. Bilmaydiganlar uchun, biladiganlar ko'rib o'tiringlar, okey? Umuman like bosib chiqib ketsanglar ham bo'laveradi. Hazır. Yozamiz. Give kuchukcha command block block shunaqa bo'ladi. Ana. Xo'p, buni olamiz. Pastga richak qo'yamiz. Yoqamiz. Yozamiz. Kuchukcha yoshcha give kuchukcha ya'ni hamma o'yinchilar uchun, lekin men shuni sal qulayroq ko'raman. Diamond to'g'ri yozdim degan umiddaman. Hamma yo'q nasturkalar to'g'ri. Mana ikkiga qo'y, o'tirib. Mana. Bittadan beryapti. Bittadan bermasligini imkoni ham bor. Mana haligi repetatga qo'yib qo'ysalar, hozir qarab turinglar. Va sizlarda cheksiz
almaz bo'ladi. Mana. O'chirib tur mashina, o'chirib tur, to'xtat. Agar biz mashina hozir 1 stakka ko'paytirsak nima bo'ladi yoki 200 taga ko'paytirsak nima bo'ladi? Shunda bizga 200 tadan beradi. Qotdi. To'xta, o'chir. Yo xudoyim. Hozir pashti menda qancha olmasa bu qotyapti. Yo xudoyim. 200 tadan emas, keyin mashina sal kamaytir. 30 tadan ber. Biz nafsimizga 30 tadan ber. Va mana almas qusamiz. Almas yomg'iri. Bo'ldi. Bugungi videoga yetadi. Abbo. Tugashni xohlamayman. Bo'ldi. Xo'p, bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Hammangizga rahmat. Chetda o'tirganlar va kuzatganlar uchun ham rahmat. Mana shu chiqib ketishdan oldin mana shu videoni tugatib obuna bo'lib, like bosib, kommentga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Meni kanalim minusga qarab ketyapti. YouTube'da o'chirib yuborish ehtimoli ham katta. Uni maza qilib o'chirib yuribdi. Bo'pti, hammangizga xayr.